Assalomu alaykum. ML asoslari bo'yicha darsimizni davom ettiramiz. Bugungi darsimizda polinomial regressiya yoki ko'p hadli regressiya bilan tanishib chiqamiz. Albatta, daftar qalamingizni va hamda Pythonda dasturlash uchun muhitingizni tayyorlab qo'ying. Demak, tayyor bo'lsangiz, boshladik. Bugungi darsimizda biz muammoning qo'yilishi, polinomial regressiyaning ta'rifi, asosiy g'oya, formulasi, darajani tanlash hamda Pythonda amaliy misol, uning afzalliklari va kamchiliklari, xatolar va hamda yakuniy xulosa bilan tanishib chiqamiz. Avvalo muammoning qo'yilishi bilan tanishamiz. Aytaylik, do'konda muzqaymoq sotilyapti, lekin yil davomida buning sotuv ko'rsatkichlari har xil. Qishda sotuv kam, yozda esa keskin oshadi. Bahor va kuz oylarida o'rtacha miqdorda sotiladi. Savol tug'iladi, ushbu ma'lumotlardan foydalanib, yilning istalgan kuni uchun muzqaymoq sotuvini qanday bashorat qilishimiz mumkin? Demak, bu ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz. Bu kuzatilgan sotuv, ya'ni yanvar oyida 1000 ta bo'lyapti, aprelda 5200 ta, iyulda 10000 ta qisqartirib oldim bu jadvalni va dekabrda 1000 ta. Buni grafikda ko'radigan bo'lsak, quyidagicha bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu Y chiziq bo'lyapti. Yanvar, dekabr oylarida kam, iyul, ya'ni yoz oylarida juda ko'p bo'ladi. Bu yerda sotuv oldin ko'tarilib, keyin pasayadi. Ya'ni u Y chiziq teskari U shaklida. Agar biz avvalgi darsda o'rganganimizdek chiziqli regressiya bilan bu ma'lumotni o'qitadigan bo'lsak, mana bu holat hosil bo'ladi. Ya'ni ma'lumotni o'rtasidan o'tadigan to'g'ri chiziq paydo bo'lib qoladi. Lekin bu yanvarda hamda iyulda, dekabr oylarida juda ham katta xatoliklarga yo'l qo'yapti. Ya'ni bu umuman olganda berilgan ma'lumotni ifodalamayapti. Bunday ma'lumotga mos bo'ladigan chiziqni topish uchun biz polinomial regressiyadan foydalanamiz. Polinomial yoki ko'p hadli regressiya nima? Polinom ya'ni ko'p had deyiladi. X ning turli darajali, ya'ni x kvadrat, x kub, x 4-daraja va hokazo hadlari yig'indisidan tuzilgan matematik ifoda. Ya'ni x ning yuqori darajali hadlarini, ya'ni x kvadrat, x 3 va hokazo qo'shib y bog'lanishlarini o'rganadigan regressiya. Bu yerda model y bog'lanishlarini ifodalay oladi. Parabola, y chiziq va boshqalardan foydalangan holda bu yerda asosiy usul chiziqli regressiya bo'ladi. Ya'ni mana bu ko'rinishda. Bu yerda mana ko'k rangdagi nuqtalar ma'lumotlar hamda mana bu mayda nuqtalar, ya'ni biz xohlaydigan chiziq bo'ladi. Ya'ni modelimiz chizishi kerak bo'lgan chiziq. Y chiziq qanday chiziladi? Bizda bitta kirish o'zgaruvchi mavjud, aytaylik. Demak, bizda oy. Biz undan yangi hadlarni yasaymiz. Ya'ni oy bo'ladigan bo'lsa, uni kvadratga ko'taramiz, uni kubi bo'ladi va hokazo. So'ng shu hadlarni oddiy chiziqli regressiyada qo'llaymiz. Natijada model to'g'ri chiziq emas, balki Y chiziq chiza oladi. Bu ko'tarishdan maqsad, ya'ni Y chiziq hosil qilish. Bizni agar x 1-darajali bo'ladigan bo'lsa, bu ma'lumot uchun to'g'ri chiziq hosil qiladi. Agar x kvadrat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 2-darajasi bo'ladigan bo'lsa, mana bu ko'rinishdagi bir parabola hosil bo'ladi. Agar x kub bo'ladigan bo'lsa, murakkabroq Y chiziq bo'ladi. Mana bu ko'rinishdagi grafik hosil bo'ladi. X 4-darajasi bo'lganda yana moslashuvchan Y chiziq hosil bo'ladi, mana bu kabi. Va hokazo ko'rinishdagi Y chiziqlar hosil bo'ladi. Ya'ni bu darajaga ko'tarishdan maqsad, ya'ni Y chiziqlarni hosil qilish. Bu sizga ma'lumot uchun berilyapti. Buni aslida bir siz uchun juda ham katta ahamiyat kasb etmaydi. Lekin nima uchun daraja ko'tariladi degan savolga javob, ya'ni Y chiziq hosil qilish uchun. Polinomial regressiya alohida model emas, u faqat x dan yangi hadlar, quyidagi hadlarni hosil qiladi, so'ng shu hadlar ustida chiziqli regressiyani ishlatadi. Buni asli
chiziqli regressiya hisoblanadi. Model formulasi. Bizda chiziqli regressiya quyidagicha edi, ya'ni bu yerda x birinchi darajasi, ya'ni b0 b1 ko'paygan x. Biz bu formulani a plus bx deb o'rgangandik, lekin mana bu ko'rinishda ham ifodalash mumkin. Buni ham bilib qo'yganingiz yaxshi. Endi ko'p xatli regressiyada quyidagicha bo'ladi. Ya'ni y b0 bo'ladi. Bizda b0 erkin xat yoki kesishma bo'lishi mumkin. b1x ko'paytmasi qo'shilgan b2x kvadrat, b3x kub va hokazo bn xn bo'ladi. Bu yerda b1 bnlar koeffitsiyentlar yoki vazn bo'lishi mumkin. Vazn deymiz. N polinom darajasi, ya'ni degree ingliz tilida, x va x kublar had va uning darajalari hisoblanadi. Endi muzqaymoq sotuvini bashorat qilamiz. Bu misol hisoblanadi. Bu yerda kelayotgan ko'p mana koeffitsiyentlarga e'tibor bermaysiz. Bu tushuntirish uchun bo'lyapti. Aytaylik, bizda ikkinchi o'qitilgan 2 daraja model bo'ldi. Ya'ni modelimiz quyidagi tenglamani hosil qildi. Bu yerda mana 300, 390, 260lar, ya'ni koeffitsiyentlar hisoblanadi. Bizda oy bo'lyapti. Oy kvadrati, undan keyin oyning o'zi. Ya'ni oy agar 7 ga teng, 7-oy bo'ladigan bo'lsa, biz quyidagicha ifodaga ega bo'lamiz. Va buni ko'paytirganimizdan keyin 10.000 ga teng bo'lyapti. Va buni chiziqli va polinomial xatolarini solishtiramiz. Bu yerda aytaylik, oy, uni haqiqiy sotuv qiymati, undan keyin chiziqli regressiya, undan keyin polinom ifodasi. Bu yerda birinchi bo'lib chiziqli regressiyani ko'radigan bo'lsak, bu deyarli hammasida yanvarda, iyulda, dekabrda 6500 degan miqdorni bashorat qilyapti. Ya'ni bu asl qiymatdan juda ham katta farq bor. Ya'ni ifodalay olmayapti bu yerda. Lekin polinomial usulda esa deyarli bir xil natijani beryapti. Bu misol tariqasida bo'lyapti, lekin shu haqiqiyga juda yaqin bo'lgan qiymatlarni beradi. Ya'ni hisoblash mana shu usulda olib boriladi. Qaysi darajani tanlaymiz yoki darajalarni qanday aniqlashimiz mumkin bo'ladi? Agar aytaylik, birinchi darajali bo'ladigan bo'lsa, bu egrilikni umuman ifodalay olmaydi. Ya'ni bu underfitting deyiladi. Bu degani yuzaki yoki sayoz o'rganish qismi bo'lib qoladi. Ya'ni ma'lumotni deyarli ifodalay olmaydi. Ya'ni bizdagi yuqoridagi to'rt chizig'imiz underfitting deyiladi. Ya'ni yuzaki o'rgangan ma'lumotni to'liq ifodalay olmay qoladi. Agar daraja 2 yoki 3 bo'ladigan bo'lsa, 2, 3, 4 gacha bo'ladigan bo'lsa, umumiy egri shaklni topadi. Yaxshi muvozanat, ya'ni to'g'ri tanlov bo'lishi mumkin. Undan keyin yuqori daraja 10+ bo'ladigan bo'lsa, har bir nuqtaga yopishadi, shovqinni ham o'rganadi. Ya'ni bu overfittingga olib keladi. Overfitting degani chuqur ketish. Ya'ni har bitta nuqtaga birma-bir kirib chiqib, bu yerdagi ma'lumotni o'rganib, shunday bir chiziqni hosil qilish. Bu oxir-oqibat, ya'ni uni bashorat qilishda katta xatolarni keltirib chiqadi. Qoida turli darajalarni sinab ko'ramiz. Undan keyin yangi ma'lumotlarda eng yaxshi ishlagan darajani tanlaymiz. Endi Pythonda misol ko'rib chiqamiz. Polinomial regressiyani Pythonda qanday ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda biz kerakli kutubxonalarni yuklab olamiz. Bu yerda biz NumPy, Pandas, Matplotlib, scikit-learn kutubxonalarini ishlatamiz. Demak, bularni yuklab oldik. Undan keyin ma'lumotni tayyorlaymiz. Bu yerda biz muzqaymoq sotuvini ko'rib chiqamiz. Bu yerda birinchi bo'lib sana berilgan. Bu sana oyda 2 marta, ya'ni 1 hamda 15 kunlaridagi natijalar ko'rsatilgan. Va bu yerda muzqaymoq soni, bularni data frame'ga kiritib olamiz va ulardan sanani datetime formatiga o'girib olamiz va x va y larni ajratamiz, kodni ishlatamiz. Demak, ma'lumotimiz tayyor bo'ldi. Undan keyin ko'p xatli regressiyani tayyorlaymiz. Buning uchun biz polynomial features degan klassni yuklaymiz. Bu yerda degree, ya'ni daraja bo'ladi. Bu 3 deb, ya'ni 3-darajani belgiladik. Buni o'zgarishi mumkin. Undan keyin ko'p xatlarni tayyorlab olamiz va biz natijani tekshirib ko'ramiz, ya'ni nima bo'layotganligiga.
Demak, bizda x'imizda quyidagicha ma'lumotlar bor. Ya'ni bu sanalarni o'sib boruvchi integer qiymatlarga o'girib oldik. Ya'ni 0, 1, 2, 3, 4 tartibida bo'ladi va ularni ko'p xat ko'rinishi. Ya'ni bu yerda mana bu jadvalda yaxshi ko'rinadi. Ya'ni oylar bo'lyapti. Buni x ni qiymatlari x kvadrati bo'lyapti va hamda x kub natijalari bo'lyapti. Bundan keyin tayyor bo'lgan ko'p xat ma'lumotimizni chiziqli regressiyada o'qitamiz. Ya'ni biz linear regressionni chaqiramiz va fit metodi orqali modelni tayyorlaymiz. Demak, modelimiz tayyor bo'ldi va natijani rasmda ifodalaymiz. Bu yerda ifodalashda biroz silliqroq chiqishi uchun biz bu yerda bukilishlarni silliqlash ishlarini bajarib olamiz. Ya'ni nuqtalarimiz mana bu ko'rinishda edi. Ya'ni oraliq juda katta, kam. Bularni agar bir ko'p sonini ko'paytiradigan bo'lsak, chizig'imiz yanada silliq bo'ladi. Buni biz 300 taga ko'paytirib oldik. Va undan keyin biz sanani ham tayyorlab olamiz va bu qanday qilib chizish. Bularga ko'p to'xtalib o'tirmaymiz. Buni siz osongina tayyorlashingiz mumkin. Va natija bizda quyidagicha bo'ldi. Demak, yil davomida muzqaymoq sotuvi, mana bu ko'k nuqtalar asl qiymatlar va hamda mana bu yashil chiziq bizni modelimiz. Lekin bu yerda unchalik ham moslik ko'rinmayapti. Yaqinlashish bor, lekin buni tekshirib ko'ramiz. Ya'ni qaysi daraja bizga mos kelishini tekshirib ko'ramiz. Buning uchun biz bir nechta darajalarni ishlatamiz. 2 dan 2, 3, 4, 5 va 5 darajalarini va hamda har biri uchun ko'p xatlarni tayyorlaymiz va yangi model quramiz. Va undan keyin ularni aniqlik o'lchovlarini hisoblaymiz va hammasini jadval ko'rinishida rasmda ifodalaymiz. Demak, kodni ishlatamiz. Biz quyidagi natijaga ega bo'ldik. Demak, birinchi rasmimizda ikkinchi darajani qo'llaganimizda quyidagicha bo'ldi. Bu yerda r kvadrat 78 bo'lyapti menimcha. Va hamda RMC ham juda katta. Bu yerda r kvadrat keyingi rasmimizda 3-daraja. Bu yerda biroz yaxshilanish bor, lekin uncha baribir biz uchun unchalik ma'qul emas va keyingisi 93 ga qarab ketyapti, ya'ni yaxshilanib boryapti. RMC ham kichiklashib boryapti va bizni 5-darajamizda eng yaxshi natija berilgan. Ya'ni 96 r kvadrat 96 bo'lyapti, RMC 393. Biz ushbu ma'lumot uchun 5-darajani qo'llashimiz biz uchun ma'qul bo'lyapti. Va undan keyin biz ixtiyoriy yilning kuni uchun bashorat qilib ko'ramiz. Birinchi navbatda biz bu yerga 5-darajani qo'llaymiz. Undan keyin ko'p xatni yaratib olamiz va yana chiziqli regressiyani qayta quramiz. Va undan keyin biz bu yerda yangi kunlar, masalan 8-fevral, 5-may kunlari uchun ma'lumot tayyorlaymiz. Bu quyidagicha ifodalanadi. Ya'ni bizda fevral 1-fevral 2 edi. 15-fevral bizda 3 bo'ladi. Ya'ni 8-fevral mana shu ikkita qiymatning o'rtasida, ya'ni 2,5 bo'lyapti. 5-may ham xuddi shu kabi chiqarib olinadi. 12-iyul hamda 21-sentyabrlar. Va bularni ko'p xatni yaratamiz va undan keyin bashorat qilamiz va natijalarni chop etamiz. Demak, kodni ishlatamiz va quyidagicha natijaga ega bo'ldik. Ya'ni 8-fevralda 2138 dona, 5-mayda 4145, 7268 va hamda 5093 dona 21-sentyabrda sotildi. Ushbu qisqacha polinomial regressiyani Pythonda ishlatish, ma'lumotni tayyorlash, modelni qurish, darajalarni aniqlash va yangi ma'lumot uchun bashorat qilishni ko'rib chiqdik. Davom etamiz. Polinomial regressiyani qachon tanlash kerak? Agar bog'lanish egri bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri chiziq yetarli bo'lmaganda egrilikni oson ifodalash uchun mana shu usulni tanlaymiz. Oddiy usul kerak bo'lsa, agar egri bog'lanishni sodda va tushunarli model bilan ifodalash kerak bo'lsa, mana shu yana shu usul foydali bo'ladi.
undan keyin belgi kam bo'lsa, ya'ni bir ikki belgi bilan egri bog'lanishni yaxshi modellaydi. E'tibor bering, bu yerda agar o'zgaruvchilar soni, ya'ni bizda feature deymiz, xususiyatlar agar ko'p bo'ladigan bo'lsa, bu modelni tanlash to'g'ri bo'lmaydi. Koeffitsient muhim bo'lsa, ya'ni model koeffitsiyentlarini tahlil qilish va izohlash muhim bo'lgan paytda ham model bizga yaxshi tanlov bo'ladi. Bu modelning cheklovlari bilan tanishib chiqamiz. Daraja oshgan sari model overfittingga moyil bo'ladi, ya'ni chuqur ketib qoladi, ya'ni shovqinni va ma'lumotlarni ham yodlab oladi. Ya'ni bu yodlab olish yangi ma'lumotlarda to'g'ri bashorat qilishni ta'minlamaydi. O'rgatilgan oraliqdan tashqarida bashorat ishonchsiz bo'lishi mumkin. Ya'ni biz o'rgatilgan oraliqdan kattalashib yoki kichiklashib ketadigan bo'lsak, bunda ham bu to'g'ri bashorat qilmaydi. O'zgaruvchilar ko'p bo'lsa, hosil bo'ladigan hadlar soni juda tez ortadi. Ya'ni o'zgaruvchilar ko'payib ketadigan bo'lsa, ya'ni ma'lumotning xususiyatlari ko'p bo'ladigan bo'lsa, shu tenglama shunaqangi kattalashib ketadi. Bu ya'ni hisoblashni juda qiyinlashtiradi. Aslida ya'ni bu to'g'ri tanlov bo'lmaydi. Darajani noto'g'ri tanlash model aniqligini pasaytiradi. Juda murakkab yoki ko'p bukilishlar ma'lumotlar uchun polinomial regressiyaga odatda mos emas. Ya'ni shunga e'tibor beringki, bizni ma'lumotimizda juda ko'p bukilishlar bo'lsa yoki davriy o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, polinomial regressiya biz uchun yaxshi tanlov bo'lmaydi. Eng ko'p uchraydigan xato, ya'ni daraja qancha yuqori bo'lsa, model shuncha yaxshi bo'ladi deb o'ylash. Ya'ni bu noto'g'ri hisoblanadi. Buni belgilari darajani keragidan ortiq oshirish, egri chiziq barcha nuqtalardan o'tganidan xursand bo'lish. O'rgatilgan oraliqdan tashqarida ham modelga ishonish, ya'ni o'rgatilgan maydondan tashqari bo'lgan nuqtalarda modelni aniqligi juda past bo'ladi. Yakuniy xulosalar. Esda tutamiz, polinomial regressiya egri bog'lanishlarni modellashtiradi. X kvadrat, x kub kabi yangi hadlar qo'shilib, ularga chiziqli regressiya qo'llaniladi. Ya'ni asos bu yerda chiziqli regressiya bo'lyapti. Daraja modelning egilish murakkabligini belgilaydi. Juda katta daraja overfittingga olib kelishi mumkin. Avval chiziqli regressiyani sinab ko'ramiz. Undan keyin kerak bo'lsa, polinom darajasini asta-sekin oshirib boramiz. Eng sodda, lekin yaxshi ishlaydigan modelni tanlaymiz. Demak, darsimiz shu yergacha. O'ylaymanki, bu dars sizga tushunarli bo'ldi. Izohlarda izoh yozing. Agar bu dars sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing, kanalga a'zo bo'lib qo'ying. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.